Zotan Alloh taolo Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum deb marhamat qiladi. Shukr qilsalaring, shukr qilsangiz men ziyoda qilib beraman deydi. Shukr qilgan insonda doimo ishida yaxshiliklar ziyoda bo'lib boradi. Noshukr insonni ishida doimo nuqson bo'ladi, doimo ishidan xayr baraka ko'tariladi. Nega? Chunki atrofga qarang, yor do'stlarga qarang. Ba'zida gohida shunday inson uchraydi, doim emas. O'tirsangiz hayotdan norozi, hayotidan norozi. Go'yoki butun muammo o'sha insonning zimmasida. Muammo har bir insonda bor. Bo'lmasa iloji yo'q, bu imtihon dunyo bu. Mo'min inson, musulmon inson bu foni dunyoda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida qafasdagi qushdek ta'riflaganlar. Qafasdagi qushdek ta'riflaganlar. Dunyo shu, lekin oxiratda ma'vo bor, jannat bor dedilar. Kofir uchun dunyo ma'vo jannat, lekin oxiratda iqom bor kofirga. Kofir inson, dinsiz inson bilgan ishini qilib yuraveradi, maishatini qilib yuraveradi, nafsiga qul bo'lib yuraveradi. Lekin mo'min inson, musulmon inson dunyoda albatta imtihondan o'tar ekan, mashaqqat riyozatga ro'para keladi. Qalbida qandaydir bir hadik bo'lishi mumkin, xavotir bo'lishi mumkin, to'liq mukammal xotirjamlik bo'lmasligi mumkin. Lekin to'liq mukammal xotirjamlik inshaalloh karim jannatda bo'ladi muhtaramaslar. To'liq mukammal xotirjamlik Alloh subhanahu va taoloning roziligini topishlik, Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lishlik bu jannatda bo'ladi inshaalloh karim. Alloh subhanahu va taolo bu aziz jamoatimizni, barchalarimizni jannatda ham mana shunday jam bo'lishligimizni nasib eylesin.